Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela ba'd. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilma ya rabbel alamin. Bugün kelgan dersimiz bolsa Es'ad Es-Sagirci rahimahullah yazgan Fiqhul Hanefi ve Adillatuhu degan yangi zamanda yazılgan bu kitapdaki biz taharet elish joiz bo'ladigan sular degan bobda turyapmiz. Endi bugün kelgan meselemiz bolsa Musannif rahimahullah deydiki ve yecuzu tatahhuru min ma'il gadiril azim. Çoğ azim degan gap çoğ köl suyidan taharet elish joiz bo'ladi. Gadir degan gap köl. Yani havd. Bizde bahar var, bahar, deniz. Nehir var, o nima? Derya. Bizde havd var, o nima? Köl. Gadir degan çoğ kölning ismi, çoğ köl. Gadirul azim degan çoğ köl suyundan taharet elish joiz bo'ladi. Endi vel mu'tabaru fi kasratihi. Endi köl suyunun köpçükide endi ma'al gadirul azim min ma'il gadirul azim degan gap intayin köp suv degan gap endi bu. Suyu köp bo'lgan köl degan gap. Bu çoğ kölning suyuning köpçüki qanchalik bo'lsa, buni biz çoğ köl deymiz. Qanchalik bo'lsa, bu köp suv, ya'ni nijosatni ko'taradigan suv deymiz. Desa endi yaqin suda shak shubha yo'q ena. Eqib turgan suv bo'lsa, dengizning suyida qancha nijosat tushsa-mu, nijosatni ko'taradiganligida, nejis bo'lmaydiganligida shak yo'q. Ammo köl deganniki nimaga qarab quduqsinikimi? Quduqniki eqib turadigan suv kirib chiqib ketadigan quduq bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa adamay anaqa yerda to'xtab turadigan ko'lanma quduqlar bo'lsa, buni hukmi boshqa bo'ladi masalan bizdeki. Endi shu cho'ng ko'lniki çoğ köl deb qatag'i shariat qatag'igan köl qanchalik miqdorda bo'lsa çoğ köl deb hisobga ilinadi desa, deydiki vel mu'tabaru fi kasratihi, ya'ni köl suyuning ko'pligidagi e'tiborga ilinadigan miqdor g'alabatu zannil mubtala bihi fihi. Bizda mubtala bih deb bir qoida bor, mubtala bih. Mubtala bih degan gap, ya'ni bir yurtda shu kölde suv ichib ko'ngan odamlar bor. Shu kölde suv ichib ko'ngan odamlar ma çoğ köl, mav kichik ko'l, mav ko'lning suyi ko'p, mav ko'lning suyi oz deb ayirgan bo'lsa, shu yerdagi nimaga qaraymiz? Shu yerda shu ichib mubtalo bo'lib shu vaqalikka ko'l suyiga ichishga giribtor, mubtalo bo'lgan, duch kelgan shu odamlarniki ko'z qarashi nimaga fuchqiga bo'ladi. Masalan, xosam daryo suyini ichib ko'ngan odamlarga, manda daryo suyini ichib ko'ngan odamlar so'rab, cho'ng ko'l degan qanday bo'ldi deb so'rasa, nima biladi ular? Daryoning suyini biladi ular. Dengizde su içip ko'nganlar olsa mesela, mayli shu daryosidan mesela. Dengiz suyu içip ko'nganlardan ko'l qanday bo'lsa, u nima bo'ladi ko'lni? Demak, ko'l suyini ichib ko'ngan odamdan so'rash kerak. Shularniki ko'z qarashib qaraladi deydi. Fa in g'alaba ala dhannihi, agar endi buning gumoniga adamu xulusin nijasa, ya'ni mubtala bih demakchi, mubtala bihning gumoniga demakchi. Mubtala bihning gumoniga adamu xulusin nijasati ila janibil akhar. Nijasatning yana bir tarafga yetmezlik desem bulamdı. Nijasatning yana bir kölning yana bir tarafiga yetib bormasligi uning gumoniga g'olib bo'lsa, ya'ni eng yuqori ehtimollik bo'lsa, yuqori ehtimollik bo'lsa, law harraka lam yataharrak jaz. Shu kölning bir tarafini shundan mitlatsa, yana bir tarafi harakatlanmasa, bir tarafini harakatlantirsa, yana bir tarafi harakatlanmasa, bir tarafini lapildatsa, yana bir tarafi lapildamasa, bu köl suyini nima tartilish joiz bo'ladi. Va illa demak, cho'g'ini nijosat tushgan vaqtda, nijaset tushgan vaqtda demek. Ve illa agar undaq bo'lmasa, la yo'q. Ya'ni demak, cho'g'ini shu ahvolga giribtor bo'lgan odamning o'zi, shu ahvol shu ko'l suyidan taharat qilishga giribtor bo'lgan odam, duch kelgan odam, muhtoj bo'lgan odamning o'zi shunda qarasa, bu ko'lning suyida adam tartib olgan emas edi. Boshqa farqlar chiqib turgan. Ko'ngli ko'tarmadi buni. Shu ko'lni ko'rgan odamning o'zi shu suvdan tartib kelmadi. Tartilish emas. Eğer şu adam şundan sonra kölün bir tarafını midlatsa, yine bir tarafa hareketlenip kalsa, bir tarafını lapidası, yine bir tarafını lapidap tutsa, ama bu köl suyundan taharet ediliştirme caiz emas. Nijaset düşken olsa. Çünkü bunun hükmede küçük kölün hükmede. Mal gadir bulmaya kaldı. Çoğundur diyen kıyımlatsan öyle düşsün. Bu mu bir ölçem. Lakin yeni bir sadr-ı şeria hatalı ölçem kalsın sana. Ben şunu ko'nglim shunga bir qoilimdi. Ya'ni suni bunda urishab olsa, tigi eshitib qolmaydigan. Suni bunda urishab olsa, tigi eshitib qolmaydigan daraja.
Onu kedidin 10'da 10. Diyen bu kaidini ben intihar unutacağım diye kaide deb o'ylayman. Endi bu yerda Müsellim'den davet edu. Ve miqdaru 10 fi 10. 10 gezde 10 gez degan bu miqdar lem yerid fihi nassun şer'i. Bu haqda şer'i bir nas kelmagan. Şer'i men degan bayonqi gapim gibi bo'lgan shariatdan bir nas kelmagan uchuq bir dalil yo'q. Ve huve ra'yul mutaakhirin min al-ulama. Bu degan keyingi ulamolarniki ko'z qarashi. Sahibi hidoya mesela Marg'inoniydak mesela. Qodixon mesela. Fatvoy Qodixonlarniki shularning ra'yi. Uni nima ish qilsa, likawnihi adbata va la siyama fi haqqil avam. Yani chunki 10'da 10 desa, texmi bak ixcham. İniq bo'ladi, texmi bak ro'shan iniq bo'ladi. Yani birga omning haqida intayin yaxshi. Bo'libmi? Avomning haqida 10'da 10 desa texmi uchuq bilalaydi uni. Shuning uchun qarab baqib bo'ladi, harakatlantirib baqib. Ondan suniki ko'p hollarda nijosatniki qanchalik bo'lsa sizib bitib bo'lmaydiganligini shunda qarab baqib bo'ladi. Shu 10'da 10 bo'lsa, 10 metr, 10'da 10 degani gaz deganga bir gaz 50 santim. Bir gaz 50 santim, taxminan 48 santim bo'ladi. 50 santim hisoblaymiz. Anda da 10 gaz qancha bo'ladi degan 5 metrda 5 metr. 5 metr 5 metr. Misha shu bir gaz hisoblanadi. Jaynak talqovchi orliq nima bir gaz hisoblanadi. 5 metr de 5 metr ko'l bo'lsa, 5 kvadrat metr ko'l bo'lsa, uni keyin tigini bunda ushlab olsa, tigi o'ynab qolmasa. Cho'nqurliqda bunday ushlab olsa, tigi eshitib qolmasa, cho'nqurliqda 5 gaz 5 metr bo'lsa, mushu ko'lniki bir tarafiga najosat chiqqan taqdirdimi, yana bir tarafidan nima qilgan bo'ladi, tarat og'ili bo'ladi deb kim qolmush. Intayin yaxshi yo'qmi? 5 metr. 5 metrda 5 metr. La siyama degan nima? La siyama degan bo'libmi degan gap. Bo'libmi? Endi xo'sh, val imom rahimahulloh, imom Azam Abu Hanifa rahimahulloh la yatahakkamu bi taqdiri fi ma lam yasiha indahu taqdir shar'an. Endi imom Abu Hanifa rahimahulloh shariatda kelgan bir belgileme, shariatda sahih yo'l bilan kelgan bir belgileme bo'lmasa, nima qilmaydi u? Belgileme hech qanday bir taqdir bilan hukm chiqarmaydi. İmam Azam Ebu Hanife rahimullah'ın kaid prensibi şu ki, eğer şeriatın ya Kur'an'ın bir ayet, ya ki hadis ya ki sahabelarının ki eserleri bir eser uçuk kemri havalası da onu keskince ne olmaydı o? Petvanın kesim bunda da kesmeydi o. Çünkü ama bu lekin medresede ehli ra'ydir. İmam Azam'ın aşı no ra'y kılıp kalış kelgen bu iş petva çıkardı hep zulüm bu diye. İmam Azam'ın feten bütün bir töhmet, zulüm. Hatta kim ki ben sahip hidayet mesela Marg'inoni İmam Azam'ınki kavlerinden nima qildi? Qoida prinsip qilib 10 gaz deb chiqadi. Ammo İmam Azamning o'zicha shariatning uchuq bir dalil kelmaganlik shuni qilmadi uni. 10 gaz degan gapni o'tirib qo'ymadi. Va yufawwidu fihi ila ra'yil mubtala bihi. Bu masalada İmam Azam qanday qildi desa, ashu masalaga mubtala bo'lgan odamning ra'yiga topshirdi. Ya'ni mubtala bo'lgan odam tushundingmi? Masalan, shu ko'l suyidan tart elish nima deyapti, muhtoj bo'lib qolgan. Shu ko'l suyi masalan tumirbak bir ko'lni yangi kelib qolibdi, suv yo'q, namoz vaqti bo'lib qolibdi. Mushu ash ko'lni tart olmasa, boshqa ko'lni suv yo'q holati, mujda holati bo'lib qoldimi? Tumirbakning o'zi nima bo'tiladi? Mubtala deb ataladi. Famata g'alaba ala dhannihi kasratu. Qachonki uningki gumoniga, ya'ni mubtala bihining gumoniga kasratuhu, mushu ko'lning suyining ko'pligi g'olib bo'lsa, فهو كثير. مش كل نصير كبدة بسبقنا وهو المروي أيضا عن الصاحبين. يعني أبو يوسف وإمام محمد رحمه الله دن رواية قلنا قدر هم بو. أنا بس أقرأ ما كتبنا الله يديك مش شو نالما. نمشي بس بكتاب نفلو سوا. بكتاب حتى بعض هذا هداية yaptığını min kayıp koydu demiş ha. Biz imamın ki kavli tutumuz, Hanefi mezhebi olandıkken aslında tutumuzda bazı yerde ne tutuldu o? İmamın kavlini tutuldu. Şu an bu kitaptaki başka kitap bilen bu farkı şu. Yani bu köp yerlerde bu da imamın ki kavlinden tutuldu. Yani kimki bizdeki mesela ehl-i tercih olanın kavlini tutmaydı. Bazı yerde. Hoş. Ve izâ kâne kesiran fehuve tahurun la yuneccisu şey. Hem de hoş. Anda o anda kölün suyu köp olsa hem de şu müptela binik gumanı bu içe ya ki
chiqib qaysi yoki 10 gazda 10 gaz bu hukm bo'yicha ko'p degan hukm chiqdimi? Suv ko'p bo'lsa, fa huwa tahurun. Bu suv nimadir? Paktur va paklovchidir. Tahur degan tahir va mutahhir degan. Yuzi pak va paklovchidir. La yunajjisuhu shay'un. Buni hech nima qilmaydi, najosatga, najosatga aylantira olmaydi. İlla qachon ko'p bo'lgan eqin suvlamdi masalan, eqin suvlamdi. Qanday ko'p suv olsa, qanday chaqda buni najosat hukm qilinsa, illa ma ghalaba ala rihihi. Faqatla suniki puruqiga yoki suning ta'miga yoki suning rangiga g'olib bo'lsa najosat. Suniki rangini o'zgartib olsa, najis narsa. Yoki suniki ta'mini o'zgartib olsa, ta'mi buzilib ketsa, yoki suning puruqi sesiq puruq chiqadigan bo'lsa, shu chaqda najis bo'ladi. Ay ta'sir uch ta'sir ko'rsatsa, ko'zdan ko'radisak ta'sirini. Agar ko'zdan ko'rmagan chaqda najosat bo'lsa-mu, suv ko'p desa hukm qilsa ta'tillayveramiz. Endi ve hadithul kulleteyni gayru sabit. Beşte etken Şafii mezhebinden tutkan kulle edisi ama kulleteyn diyen yani iki ton, iki idis su diyen, iki çoğun küp, iki küp, iki idis su diyen kulleteyn hadisi ne mi? Gayru sabit. Bu sabit emesi gibi yani sahih emesi. Bize sahih emesi. Sahih bu muhallık için ondan bunu biz delil tutmayız. Kema kalahu bu insan sahih emesi kim dediyse Ali ibn Medini Şeyhul Bukhari. İmam Bukhari'nin şeyhi Ali ibn Medini rahimahullah dedi bu hadis gayru sabit yani zayıf. Bunda hüküm şeriatın zayıf hadisten şeriatın ahkamlarını ağlamaydı. Şunalma. Eğer takvadarlık meseleler olsa fadayla amal kılışkı buludu şart bilen. Ama şeriat ahkamları kelgende şu hüküm ağlamaydı. Ve da'afahu el-Hafiz İbn Abdülber. Hafiz İbn Abdülber ve ondan başka ehl-i mustalahul hadis alimleri nima qildi buni aciz deb hukm chiqargandaydi. Xo'sh. Endi ve yecuzu tatahhuru bima'in fi ihabin dubigh. Ashlangan teridagi suv bilan tahorat etish joiz bo'ladi. Ashlangan teri degani tushunasizlar ku? Bu. Lima rawa Ibn Va'lat as-Sabai. Ibn Va'lat as-Sabai rivoyat qilgan hadisning jihatidindaydi. Qal Ibn Va'lat as-Sabai bunday degan edi. Sa'altu Abdullah ibn Abbas. Ben Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu'dan sordum. Qultu dedim ki inna nekunu bil maghrib. Biz maghribde bulumuz. Az Marrakeş'te sanırım. Maghribde bulumuz. Feyatina al mecusu bil asqiyati fiha al ma'u vel vedek. Bizge mecusilerine ötperestler asqiya degan gap su qachilarni olib keladi. Fiha al ma'u vel vedek. Bu su qachilarının ba su ve vedek degan yağ ba, yağ. Mayının dümbe degan. Fellik, qo'yning felliki yo'q. Dümbe de koymuş hem de biz yağları, mayları, koyun mayları var. Fakale İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki uşrup dedi. Şerubeye şurubu, uşrup. İçkin dedi. İçkin dedi. Fakultu ben dedim ki ra'yun tarahu. Bu biz üzerinizdeki göz karşınız var mı da? İstiniz bunu da böyle olamsa ra'yun tarahu diye. Şunda oylamsız sizin göz karşınız var mı da şunda. Desem fakal İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki semi'tu Resulallah. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mundaq deganligini anladım. Dibaghuhu tahuruhu. Degan tilinin açlanışı onun paklanışıdır. Tilinin açlanışı tilinin paklanışıdır. Tilini açlaş onu paklaştır degan edi. Demek bir şeydir mi? Sahabalarning hech qanday bir gapini o'zi aybuchi qilmaydiganligi uchiqmish edi ma'lum, shunaqmi? Ve cazetis salatu alal uhubil madbughati ve salat fiha. Hamda açlangan terilarning ustida namoz o'qish joiz. Salatu alal uhubil madbughati ve salat fiha. Ve açlangan terilarning ichida namoz o'qish ham joiz. Bakın shunaqmi? Anda demak jo'g'ini? Namaz qilib o'qish ham joiz. Kiyib turib, jo'q kiyib turib, kiyish ham joiz. Vel vudu'u minha ve onundan taharet edish ham nima joiz. İlla ciddul khinzir. Faqatlam çoşqının, tonguz, çoşqının tilisi bilanla namaz o'qish yoki ununda uni kiyib namoz o'qish yoki selib namoz o'qish yoki u çoşqi tilisiga solgan qachida taharet edish nima joiz emas. Nemish qilsa li'annahu najasul ayn. Çünkü çoşqi degan ayni nejis. Bizda nejis qancha xil bo'ladi. Biri ayni nejis, yana biri g'ayri nejis. Najasul li'aynihi, najasul li'ghayrihi. Najasul li'aynihi bor. Ayni nejis degan har qancha qondan pak bo'lmaydi. Qon o'shishi, qon. Siz qonni har qancha yusag'ini nima qon pak bo'lmaydi. Qon. Shunaqmi? Xuddi shuningdek cho'shqa masalan.
Çoşkunu qancha tozalab pok qilsanmi, pok bo'lmaydi. Poq masalan, poqni qancha tozalab pok bo'lmaydi. Suylik qancha tozalab pok bo'lmaydi. Undan keyin masalan shunga o'xshagan narsalar. Ammo bizda najasun lig'aylihi bor. Mening kiyimimga shu najosat yuqib qoldi. Shu najosatni yuvib chiqarib olsam, kiyimim pok bo'ldi. Tushunarlimi? Endi ma'lum uchun çoşku degandeki aş tükü tirilerden hamma narsa necis. Demiş Allah Teala ev lahma khinzirin fe innehu lisun dedi. Sura An-Naml 145. ayetinde ya ki çoşku kuşu çünkü o necistir dedi ama çoşkunun hamma nemesi necis. Ve cildul ademi li kerameti. Adem'nin tirisini qancha açlısı var. Açlıgan bolsun onun namazı kılınmaydı. Kiyip namazı kılınmaydı, silip namazı kılınmaydı, terta kılınmaydı. Demiş ki li kerametihi. Onunki necis boğalık şu bilse adamın hürmetini riştedin. Bizde iki narsa var güç haram kılıngan. Necis kılınamaz. Hürmetin. Adem gücü. Adem gücü haram demiş ki adamın hürmetini riştedin. Yine bir at. At gücü haram demiş ki haram demişler. Hürmet. At gücü necis kılınamaz. At gücü demiş ki Allah Teala bunu bir yaratkan. Gazat için yaratkan. Vel adiyati dabha. Dep bu çok halette şu Kur'an-ı Kerim'de at bilen qasam qilgan, cihat için yaratılgan ulug' mahluk. Eşek minib mansana cihat qilolmaysizlar. Eşek minib mansana düşman kelgan bilan biz kelgan aytib joylaydi. Tugum minib mansana tugum adam yapılanmaydi. Tugum foydasi bor lekin otdek jang yaratılgan narsa emas. Vel adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha degan oyat hammasi ot haqida bo'lgan. Anladın? Tushunarlimi? Ot degan Alloh taolo Qur'on-ı Kerim'de otni ham minsini berdi Qur'on-ı Kerim'de. Vel hayla vel bigala vel hamira literkebuha davatudu. Demek at ne Allah Teala hürmetli yaratgan bir narsa. Ko'klasida bereket var. Şu sebepten İmam Azam'ın da şu delillerni hemen cemlep kelib turib at gücüne haram ve bir rivayet mekruh tahrimi şekilde tushunarlimi? Endi bizdeki ama insanın gücüne mu ne sebepten hürmetini cidden haram. Kale sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu dedi ki İza dubigal ihabu fakat tahur. Tira aşlansa fak bol değil. Demek ben düşündüğüm nasıl yani çünkü başka tirilerdeki necislik nima? Onundaki kan boğalık için. Kan. Aşlığandaki bu kan bunun ne kadar yukarıydı. Kan yukarıdı mı? Fak oldu. Ama çoşkudaki necislik nima? Çoşkunun üzü necis. Kenemez. Kenemi necis, üzümü necis, güçümü necis olan için bu aşkın akıllı fak olmaydı. Gemiyede. Boş. O it, Türkiye, yolvaz hemmesi ne bakan ki onu boğuzlasa mı tiris fak oldu. Boğuzlasa mı? Onun yıkıdan kan çıkıtkendik ki. Onun kendi bunu tiris açlansın burada. Hemmesi fak bula verdi. Fak bula dengem, yeysi dengem ben senin yani kimde ege keysi mi namaz olu buldu dengem. وشعر المثل طاهر وصوف طاهر لما روى يزيد بن أبي Hoş. Hem de ve şe'rul meyteti tahirun ve sufuha tahirun. Üç ülap qanasındaki tüke. Ne? Paktor ve sufu onun yonu paktor. Mesela bir koy. Koydun bir şey ülap qan bolsa koy. Bununki şa'ir degep tüke koynanki tüke. Un tükü degeni kala atnikini tük deymiz. Koy tükünikini deymiz, yun deymiz. Şa'ir degeni koy eçkö mesela. Eçkö kala atlarının tükleri şa'ir nima pak ve sufuha tahir degeni tüge koylarının yunu suf degeni yun degeni paktur. Paktur degeni yan degeni emas yani ekiyim yuqab qalsa nima namaz o'qib bo'laveradi. Nima qilsa lima rava Yazid ibn Abi Habib rivoyat qilgan hadisni jitadin. Anna Abul Khayr Yazid ibn Abi Habibga hadis so'zlab bergan edi. Qal Abul Khayr mundaq degan. Ra'aytu ala ibni va ala tasba'i man ibni va ala tasba'ining ustida farwan bir juvni ko'rdim deydi. Juvni bilamsizlar? Juv degan tirdan tikilgan chapan. Qo'yning tirisidan tikilgan chapanni deydi, farq deydi. Juva bizdan da. Juva deymiz, sizlar nima deydi bilmadim. Nima deysizlar? Bo'pti, sizlar ton degashtiringlar. Ton. Ben onun üstünde bir şu juva tonni ko'rdim. Hammasi istuhu. Ama unda tutib silab baqdim deydi. Tutib silab baqdim. Qala malaka tamassuhu. Nim bo'ldi sizga sil o'tadingiz? Nim bo'ldi deb shunda dedi.
Dipti kad sa'altu Abdullah ibn Abbas, ben Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'ın sordum. Kultu dedim ki inna nekunu bil Maghrib, biz Maghrib'de bulumuz. Ve ma'ana el berber, bizden berberler, berberiler. Berber degan kim aşu azıcık Avrupalı sırıktarlıklarında. Vel mecus, otperestler yani ilanlıklar demekçi. Parisler demekçi. Mecusular var. Nu'ta bil kebeş. Kad zebahuhu. Ula boğuzluğan qo'shqarlarni keltiramiz. Ular boğuzluğan qo'shqar. Qo'shqarlarni keltiramiz. Qo'shqar degan qo'yning erkeki. Ve nahnu la na'kulu zabaihahum. Biz ularning boğuzluğan narsalarni yemaymiz tabii ki. Ve ya'tunana bis saqa. Uni bizga qochilarni olib keladi, qochilarni. Yec'aluna fi'l vedek. O qochilardan nima bunda? Qo'ylarning dümbelerini, yağlarını, maylarını qilib olib keladi. Faqala İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki kad sa'alna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an zalik. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sorduk. Faqala Peygamber sallallahu dedi ki dibaguhu tuhuruhu. Yani şu tirlerinin açlanışı, tirlerinin paklanışıdır. Tirlerini açlaş, tirlerini paklaştır deganidir. Hocam de ve şa'ru ve sufu, tük, çaç ve yunglar paktur ida cezze cezzen diye kırkılsa kırkılmak diye kırkılsa ev hullika halqan diye yakin nima qilsa çütülse yoki tigidin çütülse yoki qaychida kırkılsa ve ida nutifa nutfan fa huwa najis, amma yulunsa tatib yulunsa bu nejisdir. Şuna onu demiş ama yulungan narsa tigidagi qonni bilib chiqadi. O çağda şu nejis. Ama kırkılgan bolsa yoki ustur musda tig'da tushirilgan bo'lsa bu nima pak bo'ladi. Degan va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu alayhi va sallam ala xayr xalqi sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi